Bunyodbek, mebellar nech pul olib qoldi endi mana? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yotoqxona komplektlarimiz arzonroq qilib, dog'lasa yetkazib beramiz. Vodiy bo'ylab dastlabki ustanovkasi ichida 6 million 800 ming so'm qilib beryapmiz. Yaxshi. Matrasi ikki tomonlama ortoped matras. Kalla tomonlari miyaki ishlangan, to'kmas macharkali. Svetilnizi o'chib yonadi 3 xil soatlargacha ko'rsatadi. Yaxshi. Dog'lash xizmati yaxshi. Shkaflarimiz keladigan bo'lsa, razmeri 2 qiroli. Seyflari ham bor. Seyflarigacha bor mana. Bu mana. Bu uzun kiyimlar. Uzun kiyimlar ilgan. Osha monshalari ham 5 tadan. 5 tadan. Chegalari mana 4 tadan polkasi bor mana. Yaxshi. Bu tomonda mana erkak kiyimlar ilgan, mana ikkita beshikasi bor. Keyin 3 ga bo'linadi. Uyga olib chiqishga qulay bo'ladi ekan. Kironkalar qanaqa holatda? Kironkalar to'q kironka ekan. Shaylarda bunaqa sondoqlargacha qilib qo'yganmiz. Sondiq ham bor, yaxshi. Panida tumbadan tumbagacha 270 joyga tushaveradi bemalol. 270 tumbaga. Tumba ajraydi. Termodi ham chekalar, diodlari yonadi. Xonadonlari ham mana vakuumli. Zo'r. Behijolat narsa. Ichida polkalar bo'lishlangan ekan-da. Maloshning kapuchino. 7 million 200 ming so'm sotgan mebelimizni 6 million 800 ming so'm vodiy bo'lib dastlabki stanovkasi ichida qilib beramiz. Oxirgi 300 ming so'm qo'shilib qoladi. Upagovka holatda bo'ladi. 7 million 200 ming so'mga chiqaradi upagovka holatda. Oxirgi yetkazib beramiz. Yaxshi. Videoda nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Bo'laveradi, yaxshi.